Asl taxta bazaga xush kelibsizlar hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, hurmatli akalar. Bu safargi videomiz ham juda manfaatli va foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bu safargi videomizda 4 xil 4 metrli strapila, 2 xil 6 metrli strapila va assortiment 4 metrli polli taxtalar, 3 metrli lagali, tusilli polli taxtalar haqida polностью skletimizdagi barcha assortiment taxtalar haqida gaplashib, ko'rsatib aytib o'tamiz. Narxi bilan birga bo'ladi hurmatli kuzatuvchilar. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, skidkaga tushgan taxtalarimizni ham sizlarga qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Skidkamizdan unumli va foydali ko'rib foydalanib olasizlar. Xudo xolasa arzon taxtalarni ham xarid qilib olsangiz bo'ladi. Skidkamizdan to'g'ri foydalanib olinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni boshlashimizdan oldin videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa taxtalar haqida polностью ma'lumotlarni ko'rib, u haqida narxlar haqida polностью tanishib tursangiz bo'ladi. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Biz videomizni boshladik bo'lmasa hurmatli akalar. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirda ko'rib turgan taxtani iniga 18, qalinligi 33. Buni bozorda 11 ga 3,5 deb sotiladi. Kачествоsi juda ham chiroyli, to'rqirra, 100% sasna yog'och. Xudo xolasa chiroyli xizmat qiladigan taxta, garbil, abzoli, katta butog'i, umuman bunaqasi yo'q. Biz zavod bilan shartnoma asosida ishlaganimiz uchun bizda umuman sifatsiz yog'ochlar bo'lmaydi inshaalloh. Hurmatli akalar, bu taxtamizni 56,500 so'mdan qilib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bu taxtamizni strapilga ishlatsangiz, xudo xolasa chiroyli xizmat qilib o'tadi inshaalloh. Bundan keyingisi hurmatli akalar, bu taxtamiz 11 ga 32 razmerda kelgan, holatlar idealniy, pachkali bo'lib keladi hurmatli akalar. Bular mana qanday sarafallarda, 2 qavat sarafallarda, lentalarda sifatli bo'lib keladi. Rossiyskiy 100% sasna yog'och, sukhoy taxtamiz bu. Bu taxtamizning narxi 60,500 so'm. Hurmatli akalar, bizda qimmat taxtalar ham bor, arzon taxtalar ham bor. Xo'p, 2 xil o'sha strapilali taxta ko'rsatdim. Xo'p, endi uchinchisi hurmatli akalar, 11 ga 3,5, uzunligi 4 metrli, 100% sasna, listva aralash yog'ochimiz, kачествоsi juda ham chiroyli, holati zo'r. Hurmatli akalar, bu taxtamizning narxini 58,500 so'mdan qilib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Garbil, abzoli, katta butog'i yo'q. Sifati juda ham chiroyli. Bundan keyingisi 14 li strapilali taxtamiz. Bu ham juda ham chiroyli, kачестволari zo'r. Bu juda ham baland bo'lgani uchun orqa tomonlariga o'tib sizlarga qo'yib ko'rsatib berolmayman. Xafa bo'lmaysizlar, lekin men sizlarga savdogori lavzini berdim. O'sha lavzga xudo xolasa действие qilamiz inshaalloh. Bu taxtamizning narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsani, xudo xolasa buni ham narxini aytib o'tamiz. Xo'p, hurmatli akalar, eng arzon strapilali taxtamizni ko'rsataman hozir sizlarga. Bu taxtamiz listva bo'lib, eniga 10,5, qalinligi 31, uzunligi 4 metrli, sifati juda ham zo'r taxta. Bu taxtani hurmatli akalar, polga ishlatsani ham bo'ladi. Uchli polli qilaman degan akalarimiz uchun, lagini uzoqroqqa, misol 70 ga 80 ga qo'ygan akalarimiz uchun polga ham xizmat qilaveradi. Sukhoy kelgan. Sifati juda ham chiroyli, buranglari, umuman anaqa chatog'i yo'q. Sifati 100% zo'r taxta. Sorti listva, uzunligi 4 metrli, enining razmeri 10,5, qalinligi 31, uzunligi 4 metrli, narxi 52,500 so'mdan. Hurmatli akalar, aniq bilaman, bundan hech kimda yo'q. Biz donaga ham, optimga ham savdo qilamiz. Dona olsani ham, optimda olsani ham, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib qo'yib beramiz inshaalloh. Xo'p, hurmatli akalar, 4 metrli yana bitta shunaqa kачественный strapilamiz bor, listva, hozir uni ham ko'rsataman. Xo'p, hurmatli akalar, yana bir strapilamiz. Buni ham polga ham ishlatsani bo'ladi. Bu ham listva taxta. Listva taxtani bilasizlar, sifati juda ham zo'r bo'ladi. Namga chidamli, chirishi yo'q, ya'ni chirishi o'ta kam, ya'ni pashti chirimaydigan taxta bo'ladi. Temirdan keyingi zichiligi bo'yicha urovenda turadi. Hurmatli akalar, bu taxtamizni 67,000 so'mdan qilib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, shu bilan biz 4 metrli strapilali taxtalarimiz nihoyasiga yetadi. Endi sizlarga akalar 6 metrligini ko'rsatib o'taman. Bu 6 metrli strapilamiz Rossiyadan
premo o'zimiz olib keltirganmiz. Holatlari juda ham chiroyli. Orqa tomonni ham hozir ko'rsataman, old tomonni eslab qolinglar. Sizlarga hech qanaqangi shak shubha bo'lmasligi uchun videoni to'xtatmayman. Orqasini ham, yo'llarni ham ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham chiroyli. Bu taxtamizni razmeri 13.8 ga 32 kelgan, 100% sasna yog'och. Kачествоsi juda ham chiroyli, katta bitog'i, garbalar, abzuli umuman yo'q. Bu taxtamizni narxini 113 ming so'mdan qilib berganmiz, hurmatli akalar. Videoni to'xtatmayman, video cho'zilib ketishi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar, lekin sizlarga kачественный taxtalarimizni ko'rsatish uchun shunaqa ish qilibdi. Mana bu orqa tomoni. Orqa tomonida ham garbalar, abzuli umuman yo'q. Sifati juda ham chiroyli, kaltalari ham umuman yo'q. Kачествосini ko'rishingiz mumkin. 113 minglik 6 metrli strapilali taxtamiz bo'ladi bu. Kачество zo'r. Xarid qilsangiz, xudo xolasa chiroyli xizmatlarni qiladi sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi taxtamiz Listva 13.5 uzunligi 4 metrli, laga va to'singa ishlatsangiz bo'ladi. Kачествоsi juda ham chiroyli, to'rqiri. Sifati zo'r taxtamiz. Narxi ham shikalan chiqdi, hurmatli akalar. Bunaqa narxda bilmayman, to'shning. Endi bu taxtani sifatsizroq, arzonroq bo'lishi mumkin, lekin bunaqa sifatdagisi bunaqa narxda hech kim bera olmaydi. 103 ming so'mdan qilib beraman, hurmatli akalar. Razmerlarni qaytarib tanishtirib o'taman. Eniga 13, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli. Качественный Listva taxtamiz bo'ladi. Xo'p, hurmatli akalar, sklatimizda juda ham ko'p taxtalar bor, lekin hammasini bitta videoga qo'ysa, sizlar hurmatli akalar vaqtingizni ko'proq olib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun yana kontentlarimiz uchun polli taxtalarni keyingi videoda ko'rsataman. Xudo xolasa ertangi tushadigan 1.7 lik polli taxtalarimizdan 4 ta vagonda kelgan. Bu taxtalarning narxi bilan sizlarni ertangi videolarimizda tanishtirib o'taman. Hurmatli akalar, hammani kutib turibsizlar. Skidkaga tushgan taxtalarimizni. Bu taxtalarimiz skidkada emas. Bu taxtalarimiz endi xudo xolasa zo'r kачествоda kelgan. Yana keladi, hammasi tushib olgandan keyin narxi bilan polностью qo'yib ko'rsataman. Bizda hurmatli akalar, mana bunaqangi shifr rekalar ham chiqibdi. Shifr reka narxi qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar yoki pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Donali shifrga ishlatiladigan 4 metrli rekamiz, 6 metrli rekalarimiz ham bor akalar. Xo'p, skidkaga tushgan taxtalarimizdan 9 ga 2 uzunligi 4 metrli Listva qarag'ay aralash yog'ochimiz. Holatlari juda ham chiroyli, sifati zo'r. Bu taxtamizni skidkaga qo'yib yubordik. Bu taxtamizni o'zini asl narxi 29,5 ming, 30 ming sotiladi. Bu taxtamizni 27.500 so'mdan skidkaga qo'yib yuborganmiz. Skidkadan o'z vaqtida unumli foydalanib qolinglar. 14 ligini ham, 11 ligini ham skidkaga qo'yib yuborganmiz. Bu taxtalarimizni hali donaga chaqmadi u. Kubasini 315-310 dollardan qilib bertganmiz. Agar qiziq bo'lsa, nomerlarga murojaat qilinglar. Narx bilan batafsil tushuntirib, tanishtirib, xudo xolasa ko'rsatamiz. Qo'yib, sizlarga chiroyli sifatlarni ko'rsatib beramiz. Bu taxtamiz narx qiziq bo'lsa, aloqa chiqaringlar. Hurmatli akalar, Bda 9 ga 31 uzunligi 3 metrli taxtamizni ham skidkaga qo'yib yuborganmiz. Bu taxtamizni narxi 31.500 so'mdan chiqadi. Bu taxtamizni asl narxi 33 ming, 34 ming sotiladi. 31.500 so'mdan skidkaga qo'yib yuborganmiz. Hurmatli akalar, bu safargi videomiz kutganimdek manfaatli va foydali bo'ladi deb o'ylaymiz, umid qilamiz. Skidkaga tushgan 6 metrli strapilali taxtamiz ham bor. Buni ham sizlarga ko'rsatamiz. Eniga 11, qalinligi 33, 100% sasna bilyard taxtamiz. Kачествоsi juda ham chiroyli. Buni 13,5 ligi, 11 ligi bor. 11 ligini hurmatli akalar 87 ming so'mdan skidkaga qo'yganmiz. 13,5 ligini hurmatli akalar 110 ming so'mdan skidkaga qo'yganmiz. Bu taxtamiz asl narxi 114 ming, 115 ming. Bunisinikini bo'lsa 90 ming, 91 ming sotiladi. 87 ming so'mdan qilib beramiz. Hurmatli akalar, skidkalarimizdan vaqtida unumli foydalanib olinglar. Sonlarimiz cheklangan. Bu videoni qurilish qilgan tanishingizga yoki qurilish mollar do'koni bor tanishingizga jo'natib qo'yinglar. Biz o'zimiz Rossiyadan olib kelamiz.
sifatli taxtalarni sotamiz. Hurmatli akalar, videoga bitta dahshat like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqaraman. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, skeletimizda ko'rishib qolamiz degan umiddaman. Zo'r narxlarda qilib beramiz. Okalar, aloqadamiz 24:7 telefon qilaverasizlar. Keyingi videomiz mana bunaqangi 6 metrlik rekalar, 6 metrlik polli taxtalar, 6 metrlik, 4 metrlik polli taxtalar haqida bo'ladi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying.